Londonda va Berlinda meni va Abduhalilni hayratlantirgan ikkitadan narsa. Berlinda men uchun umuman kutilmagan birinchi holat. Germaniya rivojlangan, Yevropaning eng kuchli ekonomikasi, to'g'rimi? Shu xayol bilan birinchi kelgan kunim kichikroq bir restoranga kirib taomlandim va ofitsiantdan hisobni so'ragan paytim faqatgina naqd pulda to'lov qilinishi mumkinligini aytib, meni bir qadar hijolatli vaziyatga tushirib qo'ydi, chunki menda naqd pul bo'lmagan, barcha pullarim kartada bo'lgan. Sog'liqchi akalar qayoqqa qarayapti bilmadim, lekin bu men uchun kutilmagan holat. Bu yerda esa Londonda aksincha umuman naqd pulni keragi yo'q. Men birinchi Londonga kelganimda hamma pulimni naqd qilib olib, keyin avtobusga chiqqanimda avtobuschi mendan pul qabul qilmagan. Sababi bu yerda barcha jamoat transportlari faqatgina kartalarni qabul qilar ekan va bu meni juda ham hayratga solgan. Ikkinchi holat, Berlinga yangi kelgan paytim nemis tilini bilmasdim, o'ylardimki Germaniyada nemis tilisiz juda ham qiynalsam kerak deb. Yo'q, qayoqda Berlinda nemis tilidan ko'ra ko'proq sizga ingliz tili kerak bo'ladi va ko'chada yurgan paytingiz nemis tilidan ko'ra ko'proq ingliz tilini eshitasiz va bu men uchun juda ham hayratlanarli holat bo'lgan. Ikkinchi meni hayratlantirgan narsa bu yerdagi odamlarni men juda ham tartibli deb o'ylaganman. Lekin ko'chalarda yurganingizda juda ham ko'p qizil svetoforda o'tib ketayotgan yoki bo'lmasam peshxod yo'q joydan yo'lda kesib o'tib ketayotgan va shu kabi mayda narsalarga e'tibor bermaydigan odamlarni uchratishingiz mumkin va bu men uchun hayratlanarli bo'lgan. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bilganingiz bilgan. Sizda agar imkoniyat bo'lganda Berlinda yasharmidingiz yoki Londonda? Izohlarda yozib qoldiring.